Avvalambor assalomu alaykum qadrli YouTube kanali obunachilari. Bugun biza mana kimda kim biznes yili bu yil, to'g'rimi? 2024 biznes yili deb e'lon qilindi. Kimda kim biznes qiluvchilar bo'lsa, sizga g'ish chiqaradigan apparatni stonoklarini tashirib o'taman. Narxlari qancha? Mana shu akamizni o'zi chiqarib beradi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Akamizni o'zi polni yasab berasiz, to'g'rimi? Polni yasab beraman. Noldan akamiz qoyil. Noldan yasab beraman. Ismingiz kim edi? Shohjahon deydi ismim. Shohjahon. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz. Nomerlarim 97 951 27 96. Aha. Qo'yib qo'ysam ham kerak. Xo'p. Ishimiz asosan xom g'ish aka. Xom g'ish hozir chiqaradiganlar. Bu damash nima hozir siz qilayotgan? Damashni. Ko'chirib ishlatsa ham bo'ladi yo'q. Ishlatsa ham bo'ladi. Mazal tushuntirib o'taman, obunachilar. Xo'p, oldin biladigan joylar bo'lsa, Sud ko'chasi bor o'zimizda. Sud ko'chasidan kelganda mana shu eshikdan kiradi. Oldin o'g'it tushiradigan joy bo'lgan, to'g'rimi bu yer? Shunaqa. O'g'it tushiradigan mana shu Qorasuv mahallamiz. Ichkarida ma'lumotlar beraman, qanaqa narsalar bor, nimalar bor. Qanday? Mana shogirdlari ishlab mana bir boshini yasab berar ekan. Xo'p, siz mana to'mboq ishlarni buni chiqaradigan apparatlarni yasalaysizmi? Unaqa ham yasab beramiz. Faqat o'zimiz ehtiyojimizcha yasab saqlab qo'yganmiz. Zakaz bersa yasab berasiz, ha? Zakaz bersa yasab beramiz. Xo'p, ularchi? Ular bakalashga prisleydigan. Undan esa yasalmaysiz, to'g'rimi? Ular ham Unaqa. Mana, xohlagan narsa svarka bo'yicha nima ish bo'lsa qilaverasiz. Mana akamiz apparat. Xo'p, akamiz hozir e'lon berib qo'ying deb murojaat qilib ekan. Akamiz mana bemalol kelasiz, apparat. Damashni apparat ko'chirib bemalol ishlayverasiz. Kimda kim sharoitlar bo'lsa, lalimi to'proqlardan foydalanadi, to'g'rimi bunda? Lalimi. Bu apparat nima xususiyatlari bor, aysiz? Aka, buni xususiyatlari bu hozir 380 ga to'g'rilangan, 3 fazga ishlaydi. Xo'p. Motorlari Prisning o'ziniki 30 kW elektrogenerator qo'yilgan. Xo'p. Mishalkaga 11 kW qo'yilgan. Quvvat qolganlariga nisbatan. Qolplari 25 ga 12 razmerdagi o'zimizda pishig'ish razmerdagi. Aha, ikkalasi. Ha, bu yo'q bittasi mana bu. Bu esa o'zimizda 32 xillik. 32 xillik. Aha. Shu razmerda chiqarsa bo'ladi. 32 xillik qolipimiz ikkita chiqadi. 25 ga 12 lik razmerdagi g'ishlarimiz esa 11 ta 12 donadan chiqadi. 12 dona, ha. Bir chiqarganda. Bu suv bochkalari. Suv bochka. Suv nima uchun kerak bunga? Suvmi? G'ish chiqayotgan g'ishda yonboshini chiroyli qilib, qaymoqdek qilib chiqarib berish uchun. Namlanib turadi. Aha. Namlanib berish uchun. Bu mishalkasi. Kelayotgan quruq tuproqni suv orqali aralashtirib qorib beradi. Qorib berish vazifasini bajaradi. Qorib berib, prisga tushib, zichlab chiqarib beradi old qismidan. Operatorimiz mana shu yerga turgan holatda mana shitlarni o'rab qo'yibmiz. Voltmetrlar, ampermetrlar qo'yilgan. Chiqib turib, tepasida knopkalari bor, boshqarib